Qarshi shahridagi Obi Zamzam shaxsiy klinikasiga kelib davolanib, o'sha eng katta men uchun muammo bo'lib kelayotgan, azob ko'rib kelayotgan kasallik prostata adenomasidan qutulib o'tiribman. Men shu paytgacha bu prostata adenoma kasalligini operatsiya qiladigan zamonaviy usullar deb ijtimoiy kanallarda eshitib kelayotgandim, boshqa uzoq joylarda. Birinchidan u yoqqa borib qatnashish qiyinligi, ularning narx-navosi to'g'ri kelmasligini o'ylab qiynalib yurgandim. Rahmat shu xirurglarga, hech qanaqa og'riqsiz bir 40 minutning ichida menda adenoma o'sha kasalligini operatsiya qilib og'riqsiz olib tashladilar. Mana bugun oyog'im ustida yuribman. 4-5 yildan beri meni qiynab kelayotgan mana shu azobdan qutulib, erkin xursand bo'lib yuribman. Shuning uchun men mana shunday qiynalib yurgan odamlarni o'sha ijtimoiy kanallardagi uzoq joylar emas, mana o'zimizning viloyatimizdagi Qarshi shahridagi Obi Zamzam klinikasiga kelib, o'z kasalliklarga shifo topishlariga taklif qilib qolaman. Mana shu jamoaning ishlariga omad, mana shu xalqimizning sog'ligini tiklashda hech charchamasdan xizmat qilib, elimizning, xalqimizning duosini olib yurishlarini istab qolaman.